Gazoblok ishlab chiqaraman deganlar uchun gazoblok uskunasi $1200 dan $100,000 Endi $1,500 tanishtiradigan bo'lsam, ikkita qolipi, reskasi, arrasi, suyonkisi, garilkasi, mishalkasi. Gazoblokning mini varianti, mini mishalkasi 3 ta qolipi, manaqa suyonkisi bu $1200 dan boshlanadi. Agar manaqa penablokga narsalar ham qo'shiladigan bo'lsa, tomsuvoq 3 tasi birda bo'ladi. U komplekt $1,500 dan. Endi undan tashqari termotravertin uskunalari. Termotravertinning o'zining mishalkasi, vibratsiya stoli, qoliplar 10 kvadrat qoliplar bu yerda 2 kun 3 kun yotoq joy hammasi ichida o'rgatib qo'yiladi. Termopanel deganlar uchun termopanel apparatlari. Penablok uskunasini bu yerda har xil assortimentlari bor. 40, 50, 20 komplekti $800 joyida. Turbali komplekt $900 joyida. Euro komplekt trendda bo'lgan. Bu komplektimizning narxi ham $800 joydagi narxi. Legolik Euro komplektimiz $850. Belida 2 qatorlik profilli komplektimiz $730. Обычный komplektimiz $700. Vodiy bo'lib $50 gacha qo'shiladi. Vodiydan uzoqroq bo'lsa $100 qo'shiladi. Tomsoq apparati $250. Shu yerdan olib ketilishi dastavka $50 gacha qo'shiladi. Mana qa 10 taradigan bochkalar deysizmi, kolod uskunlar hammasi bor. Bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar.